Mana aziz do'stlar, uyimizni oldida ketishimizga tayyorgarlik. Qayerga borishimizni hozir bilmaymiz, lekin tayyorgarliklar qattiq. Hozir operatorimizni kutib turibmiz. Operatorimiz kirilibdilar yerimizni pastida. Kir ilib bo'linsa ketamiz. Bo'laydi deymi? Mana. Unga ham osonmas ekan bilinglar-da. Aha, osonmas, oson. Bechoragina. Bechorama. Qo'limda buncha kirni yo'q. Qo'limda deymi? Pomidorimizni ko'rsataymi? Oktyabrning o'rtasida hali ham pomidorimiz bor parnikimizda mana. Qizarib jatir. Pomidorimizni maqtab qo'yay. Cherry. Mana Xudoni qudrati bilan yo'lga tushdik. Наконец-то abib bo'lmasdan. Qani endi mana bu bizning tor ko'chalarimiz. Yevropada hamma yoq mana shunday tor ko'cha. Yevropada fura haydayotgan akalarimiz bilishadi. Lekin tozagina. Keyin bundan yo'lda Tojikistondan yo'l juda ham yomon edi, haydamasdik. Tojikistonda. Tap taliydi juda. Chirin tap tuptu bo'ldi. Chutulda. Childani deydi. Keyin valimiz bunday chitildan, nima narsalar, iflos bo'lib ketdi, chitildan nima narsa, mana bo'lib ketganda. Keyin haydab aylanib chilib, наконец-то Vismalda chilib, Saxalimizda o'zimizni. Endi vanamizni sotmoqchimiz. Mana aziz do'stlar, biz ham Kyolungsborn degan shaharga keldik. Turistik shaharcha. Nima gapiring bo'yicha ekan gapirishimiz. Tak, buni qo'yamiz mana. Turistik shaharcha bunaqa. Hozir qarab tur. Mana bitta magazinchalari bilan restoranchalari bilan Hafen knaypa deganiki pivno ekan, portovoy pivno bunaqa magazinchalari mana ko'chada Turkiyada boshqa turistik shaharchalarga o'xshab tipichniy bu ham shunaqa. Xo'sh, bozorchalari xil narsa sotishyapti mana. Narxi bulsaklar 30 yevrodan 59 dan 30 ga tushirishgan ekan. Mana endi tenglashtirib olaverasiz o'zlaring nimalaring bilan.
Xo'sh, buni Temir Tayloq ketibdi. Hamma shaharda bu shaharning ham o'zini suvenirlari bor. O'zini rasmlari bor mana. Ko'rinib degan shahar. Suratlari. Mana shunaqa shaharcha maydagina, turistik shaharcha. Ha, qizim sovuq edimi? Shapkalar 10 yevrodan mana. Unga shapka kerak bo'lsa. Endi tushunarli bir turist joyligi uchun bitta narsalar sal qimmatroq bo'lishi mumkin oddiy magazinlarda. Hamma bujumayib ketibdi, sovuq. Hafta chiqqani bilan ko'rganlaringizdek ko'plab vilikda yuradi hamma. Buni vilik, hamma vilikda. Hamma emas, endi ko'plab vilikda yuradi. Ana dengizga ham yetib keldik. Baltika dengizi. Уличный muzikantlar muzika chalishibdi. Bu kim ekan bu bochchasini boshiga ko'tarib olib? Vater und Sohn. Reinhard Schmidt was da beran. Ha? Tashlaysanmi? Tasham nemisdan keyin. Always gonna be another mountain. Чем добрый бачеком bu. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what stays Ketdikmi? on the other side. Mana aziz do'stlar, o'sha sovuq Baltika dengizi. Mani shaxsiy fikrimcha bu dengiz yozda ham sovuq, yozda ham cho'milib bo'lmaydi. Men uchunda nimaga degandaki, yozda ham 20 gradusdan ko'tarilmasa kerak bu dengiz. Juda ham sovuq dengiz. Shu dengizni lavida biz yashaymiz Germaniyada. Manzara chiroyli. To'lqin bo'libdi. To'lqinlar. Mana bizdan turistlar sovuqib bujumayib yurishibdi emas. Sen avto ko'rmaganmi? Avtoga tikilib olgansan. Bitta Bilolbek uxlab qolgan. Ustini yopib qo'ydik. Shu dengizning lavida ovqat yeydigan joylar bor. Detskiy plashatkalar. Keyin kirib baliq yesak bo'ladi. Mana magazinchasini ichi. Baliqlar, hammasi baliq. Biz ham bashalar bilan mana qavurilgan baliq olib yesak kerak. Xo'sh, bachalar ozgina zerikishdi. Mana Temir Taylog'im игровой площадка. Игровой площадкада o'ynashsin, och qolishsin. Mana dengiz. Juda ham nima qilib qo'yishgan. Odamga qulay. Dengizning oldida игровой площадка. Bachalar zeriksa sразу o'ynashadi. Ana dengiz u, mana dengiz.
Lekin shu yil aylangan O'rta Yer dengizimizga hech nima yetmaydi. Eng issiq, eng odamga yoqimli dengiz shu O'rta Yer dengizi. Men uchun shaxsan. Vaqtni ham tez o'tishini qaranglar aziz do'stlar. Yaqinda chiqib ketayotganimizda aprel oyi edi. Qanday qilib shu O'rta Osiyoga borib kelamiz, nima qilamiz deb yurdik. Veyo vaqtni o'tib ketganini qaranglar. Buni qaranglar, musorkani oldi top-toza musorka. Shuncha odam yuribdi, bironta musor yo'q mana. Buni qaranglar. Turkiyada bo'lganimizda musorga to'lib ketgan bo'lardi bu ko'chalar. Mana hamma yoq top-toza. Buni ham aytib o'tmoqchiman. Mana bu nimachalarni ichi ham, kustikchalarni ichi hammasi top-toza. Biron yoqda lishniy narsa yo'q. Germaniyada qaysi bir qiziqcha aytmoqchilar, vizang bo'lmasa ham aeroportga tushganda baxiling bo'lsa, Germaniyaga qo'yib yuborishaveradi degandek. Ana musor paqa bo'lam. Shu qornlaring och qoldimi? Qornlaring och qoldi. Qorni och qoladi. Yo'q, deyapti-ku. Yugur o'yna, qornlaring och qoldi, borib biron nima yeymiz qizim. Xo'p. Sen nima montajni oxirgi paytlar qilmayapsan, qani? Vaqtim yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, besplatno kim ishlaydi? Ha. Nima yolg'on gapirasan, vaqtim yo'q deb. Vaqtim bormi? Yo'q-ku vaqting bir dunyo. Mana hozir bekor o'tiribsan qarang. Hozir mazam yo'q. Ko'rmayapsizlarmi ahvolimni? Sochlarim tikka bo'lib ketadi mana. Mazam yo'qligida. Shapka kiyib ko'rinmaydi. Mayli. Lekin mazam baribir yo'q. Biz shu xulosaga keldikki, hozir o'tirib Germaniyaning hamma shaharlari bir xil. Bir marta ko'rishlik ekan. Biz bu shaharga shaharchaga kelganmiz. Короче, ikkinchi marta kelsangiz уже скучный tuyuladi. Bilmayman nimaga, men uchun, например. Sen ko'rgandasan, shuning uchun odamlar ko'rmagan. Hammasi bir xil shahar, bir xil. Qayerga borma, hammasi bir xil. Arxitekturasi bir xilda. Скучный bo'ladi. O'shaning uchun, может быть, boshqa davlatlarga borsa, может, интересно bo'lsa kerak. Senga qanaqa arxitektura yoqadi? Mana Gollandiyaga ham bordik, Gollandiyada ham shunday edi, arxitekturasi bir xilda. Da, lekin menga, например, endi hammani o'zini video ko'radigan nimasi boshqada, boshqa. Masalan, menga tabiatli joylar yoqadi, aylanish, ko'rish ham aylanish. Bir dunyo tabiatli joy Germaniyada. Sizlar o'rmonga olib boruvdim-ku yaqinda. Siz, например, olib bormaysiz. Qachon qarasa sovuq deysiz. Yevropa всегда sovuq. Yozda issiq-ku. Yozda bu yozda O'rta Osiyoga bordik. Например, mana ketishda aytdim sizlarga, kelinglar aylanib ketaylik Yevropani. Bunaqa shans boshqa bo'l. Yo'q, qaytishda aylanamiz dedinglar. Всё, уже endi mana skora sotamiz mashinani. Mumkin sotmaymiz, mumkin yanagi yozni aylantirib. Iya. Sotish kerak. Bilasiz nima uchunligini? Nima uchun ekan? Ikkita sababi bor. Ikkovi sababni ham orqaga sursa bo'ladi. Ammo endi xishtavarlar mana bu bizani ko'rayotganlar zerikib qolmasin, ko'rsataylik deyman-da shularga. Mayli, ko'ramiz. Ataku 100 ta подписчиким bor, 100 tasi 100 yevrodan tashlasa ham desam qancha pul? 100 yevro. 100. Подписчикlar yozib yuboringlar, shu videoni ko'rgandan keyin shu 100 yevrodan bizga tashlaylar deylar. Bo'pti, men borib ko'ray chiqanim, bakpesh qancha turarkan baliqlar. Baliq yeymiz, qorni och qoldi toza havoda. Sizlar yeyish uchun chiqisharkanda, bular video bismillah deb mashinaga o'tirdik, qornim och qoldi desam, bismillah deb mashinadan tushdik, qornim och qoldi. Uyda o'tirdik bir yaxshi. Nima qilaylik?
Bir yoqqa borishga ham odamning vaqti bo'lgan yo'q, masalan, maktabi bilanmi? Maktab, muzikalniy shkola, futbol Timurjonniki. Hech kimni vaqti bo'lgan yo'q shunga. Asta kanalimizni ham yopamizmi? Hech yoqqa bormasak. Kepsizlar, yetib keldik. Bu biz uchun emas ekanda. Normalniy dohod keladigan ishni boshini tutmoqchimiz. Men pensiya yoshigacha o'qimoqchiman. Mana azizlarim, bu chiroylikni qaranglar mana. Uch yurayotgan nima bo'ladi bu? Varrak. Varrak emas, ana val nima bo'ladi? Val. Kit. O'zbekchasigachi? Kit bo'ladi. Kit ekan o'zbekchasiga. Bilmasam. Chapkini kiyiv qizim. Mana aziz do'stlar, ana uchirayotganlar yana bitta ilon uchirishdi. Ilonni ko'rsak ham bo'ladi. Bitta mana baqir chaqir bizankilar. Bu esa kemalar turayotgan parkovka ekan. Bu deganiki, kimni kemasi bo'lsa, o'zimizlar bemalol bizani yurtgacha kelsalar ham bo'lar ekan mana. Kemasi borlar, yo'lga tushinglar. Shunaqa parkovka emish. Dengizning oldida. Shamol sovuq. Sen bura. Shu yoqda o'tirib pivo ichib o'tirishibdi. Voh! Mikrofon ichib. Aytasiz-ku, ana dedimiz avichi o'tirsa, o'ldirsa ham pivo o'ldirsin deydi bular. Voh! O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Ana ular aylanib kelishib qo'ydilar. Nananam. Voh, shunga nananam beringlar. Keldi bahor, ishq fasli bu. Keldi bahor, ishq fasli bu. Ma'shuqiy gul ruxsor qani, ishq ahliga to'ldi bu bog'. Oxirdagi dildor qani, oxirdagi dildor qani.